sizga agar IP adres berilgan maskasi bilan sizda savol bo'ladi. Buni tarmoq manzilini topish kerak. Birinchi ishlatilinadigan topish kerak. Oxirgi ishlatilinadigan va broadcast. Shirkovishательный. Va keyingi IP adres. Xo'sh, bu uchun biz nima qildik? Berilganda ikkilikka o'tkirdik. Ikkilikka o'tkirgandan keyin maskani ham ikkilikka o'tkirib turib, hammasini ko'paytirganimizdan keyin IP adres hosil bo'ldi. Chiqqan IP adres nima edi bizga? Tarmoq manzili. Bu bizda nima bo'ldi? 192 168 160 0. To'g'rimi? Bu bizda tarmoq manzilimiz edi. Biz tarmoq manzilini bilgandan keyin nima qildik? 4255 dan, ya'ni mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan bitlar sonidan 4255 dan 20 ni ayirdik. Ya'ni maskadagi 20 ta birni ikkilikka o'tkirib turib ayirdik. Bu bizga nimani berdi? 255, ya'ni 00 15 255 bo'ldi ayirma. Chiqqan ayirmani biz tarmoq manziliga qo'shdik. Va bu bizga nima bo'ldi? 192 168 175 255. Ya'ni broadcast topildi. Broadcast topildi. Birinchi ya'ni tarmoq manzilimiz bor. Tarmoq manziliga bitta qo'shsak, bu уже bizda ishlatilinadigan birinchi IP adresini beradi. 192 168 160 Ya'ni bu ishlatilinadigan birinchi IP adresimiz tarmoqdagi. Ishlatilinadigan oxirgisini topish uchun broadcastdan birini ayiramiz. Ya'ni bitta IP adresini ayiramiz. 192 168 175 254. Bo'ldi. Endi keyingisini topish muammo emas. Bu 255 gacha. Bundan keyin bu aktiv 0 ga aylanadi. Bunga 1 qo'shiladi. Da. Keyingisi уже bizda 192 168 0, ya'ni 175 0. Xuddi shu tartibda ishlanadi. Ya'ni biz nima qildik? Boshida 20 ta bo'ladigan bo'lsa, birlar. Biz bularni ikkilikka o'tkirishimizga hojat yo'q. Baribir shu son chiqardi. Bunda ham xuddi o'shanaqa. Bu yoqda faqat bu bilan shug'ullanamiz. U yog'i 0 bo'lib ketgani uchun buni e'tibor bermaymiz, baribir 0 ga aylanadi. Deylik, bunga qarab turib, birdaniga qarab ishlasa bo'ladi. Ya'ni bu yoqda misol uchun 28 bo'lib tursa, deylik, bunga ham qaramaysiz, bu ham o'zi, bu ham o'zi, bu ham o'zi, oxirgisi bilan ishlaysiz. Vaziyatga qarab.